أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Hürmetlik kılındaşlar, bir gün sözlemek boğunumuz bolsa, bizden yanında balagat sahasiga qadam algan o'quvchilar uchun tayyorlangan fasahat balagat derslikimizden ichidagi Durusul Balagha nomli kitobimizning 3. dersiga keldik. Endi biz oldi bilan bu darsning qisqacha mazmunini so'zlab bitib ketaylik va bundan ilgili darslarning mazmunini tekrar sifatida so'zlab bitib ketaylik. Abdur bizga shuni so'zlaganki, oldi bilan bizga bu balag'at fasahat busig'isidan atlab kirishimiz uchun bizga bu nima degan gap deb tushuntirish uchun avval balag'at fasahat degan jumlada har qanday arabning kalomida qanday tadqiqot bo'lsa ya uch narsaga bog'liq bo'ladi. Biri so'zlik, kelime. Yani biri kalam, yani cümle, yani biri so'zlik uchi. Bu şu üçge ait bo'ldi arab so'zi demakchimdi. Qalan so'z deganda yo'q odam bilan so'zni tanishuvchi bu so'z bilan aloqasi olmaydi. So'zni qilgan so'z bilan aloqasi bor amil 3. Biri söz, yeni biri cümle, şu sözlükten tutulgan cümle, yeni biri sözlük içi. Hem de bizga bu üçünü tushuntirib, undan keyin avvalan biz sözdeki fasahatni so'zlaylik deb sözdeki fasahatni so'zlaylik dedi. Fasahat, balag'at deb bu sahani ikkiga bo'ldi avval. Ikkiga fasahat, balag'at deb. Uni keyin fasahat degan nima, balag'at degan nima degan kelganda fasahatni bizga tushuntirdi. Fasahatni tushuntirib, fasahat degan tili ravon bo'lish, kichik bola so'zlasa, tili ravon bo'lib so'zlasa, arabcha afsahas sabiyu deydi deb bizga tushuntirib, undan keyin tushuntirib bo'lgandan keyin Abdurrahimahullah fasahat degan ham dema atalg'udiki, til milladiki, ya'ni fasahat balag'at atalg'usidiki, bunun işletilgan, bunun ma'nosi nima deganda bu fasahat 3 gapga ishlatiladi deb tushunadi. 3 yat tepiladi. Biri so'zlikda, yana biri jumlalarda, yana biri so'zlik ichida. Mush 3 tane o'rinda tepiladi o. Deb bizga birdan tepilgan o'rinlarni va qanday bo'lsa şu urlarda qanday şekilde bo'lsa fasahatlik bo'lganligini so'zlab o'tdi. Endi undan keyin dastlabki bo'lgan ikki taqsim bo'yicha, ya'ni so'z ya fasahatlik bo'ladi ya balag'atlik. Fasahatlik, balag'atlik deb ikkiga bo'lganmi? Endi balag'at degan gapni keldi. Balag'at degan qanday bo'lsa bo'ladi? Balag'at degan nima avval? Undan keyin qanday so'z qanday bo'lsa balag'atlik bo'lgan bo'ladi degan ya kelib bugungi darsning mazmuni bo'lsa, shu balag'at haqida so'z qanday bo'lsa balag'at bo'ladiganligi va qanday qiyalida balag'at tepiladiganligi, qanday bo'lsa balag'atlik bo'lmaydiganligini so'zlaydi. Musannif rahimahulloh deydiki, vel balagatu fil lugha, ya'ni balag'at degan lug'at ma'nosi degan gap. Yani lug'at degan gap bizning hozirgi zamon tilimizda, ya'ni balag'atning leksikalik ma'nosi demakchi. Til noktasını elib etqanda demekçi. Til noktasını elib etqanda balag'at degan el-vusulu vel-intiha deydi. Yani bir narsaga yetish vel-intiha degan bir narsaga yetib kelish yoki yetib berish. İntihaning ma'nosi bir musofaning bir musofadan boshlanib, yana bir musofaga yetib oxirlashganligini bildiradigan so'zni intiha deydi. İntihasiga yetdi demekçi. Yani yetib keldi yoki yetib bordi desek bo'ladi. Vusul degan gap kilish, bir narsani oxiriga yetamdi yoki yetmam, ishqir bir narsa bir yerga borgan bo'lsa, bir narsa bir yerga kelgan bo'lsa, xolos. U boshlanish olsun yoki oxirlash olsun, u umum shaklda ishlatiladi usul. Lekin intiho degan oxirlashish deganni ko'rsatadi. Ya'ni bir narsa chekiga yetdi yoki yetib bordi, manziliga, nishoniga yetib bordi degan intiho deymiz. Masalan, misol keltirib deydiki, yuqol belagha fulanun
muradehu. Falane muradı yetti deymiz. Yani müşahede bu nime ma'nidir ida vasala ileyhi yani muradı yetken bolsa, muradı ulaşkan bolsa, yetken bolsa bu şimdi falane muradı yetti deymiz deydi. Demek belag bulug degeni ki vusul manisi bu şu bana. Yetti deyen gap. Uygurca'da yetti deyen gap. Ve belagar rakbul medine. İkinci xil manisi yani karvan şehirge yetip bar dediğimiz. Yani izen taha ileyha yani karvan şehirge yetip yani közlegen nişanığı yetip basa yetip badı. Yani nişanığı yetti. İntihası yetti yani yetip bar dediğim bizim amdı. Yani vesala bilen intihaniki farkı birisi yetti yani birisi yetip bar diyecek. Ayet yaxşı. Yani ma leksikelik manisi hamdı. Balaga degan so'zning leksikelik ma'nosi yani biraz yetti, yetib bordi degan ma'nosi bor degan bo'ldi. Undan keyinidan har qanday bir ta'rifatda dastlabda so'zning leksikelik til nuqtasidan bo'lgan ma'nosini so'zlab aytiladi. Undan keyin har qanday bir sohada qo'llanilayotgan atalg'u terminlar bu tarafdagi buniki ma'nosini qanday ishlatilganligini shuni tushuntirgan gap degan qoida kulli. Emdi Abdurrahimullah deydi ve teqa'u fil kelam yani ve teqa'u fil istilahi vasfan lil kelami vel mutekellim. Emdi istilahta yani balagat fasahat istilahida atalgısı da degan istilah degan atalgı degan gap termin atalgı degan ma'nosi. Atalgısı da cümlenin ve sözlük gücünün süpütü bulup keledi deydi. Taqa'u degani tushidi demaymiz. Yani bulup keledi degan gap. Yani balagat istilahida yani balagat atalgısida cümlenin ve sözlük gücünün süpütü bulup keledi. Misalga dikkat qilishga tegishli bir ish bor bu yerda. Bu ish bo'lsa qaysi ish desanglar ilgili fasohatni bizga ta'riflagan vaqtida musannif rahimahulloh fasohat degan kelimenin ve kalamның ve mutekellimning süpütü olab keludi degan ma. Lekin ma u balagat kelganda kelimenin demedi. Yani kelimeni demey bas cümle bilen sözlük gücünün ham süpütü olab keludi deb shunda dedi. Endi nemishqa kelimenin süpütü olab kelmaydi o balagat desa? Çünkü Araplardan bizga Araplardan anglangan vaqtida bizga sözlüklerini, kelimelerini balagatlikda süpetlep anlanıp bakmagan. Çünkü biz bu yerdeki kalamның mutkalamның süpeti bo'ladi degan gap yani mesela Arap'tan anglanıştı bizga nima deb qasidatun baligha, risalatun baligha deb ketdi. Qasidatun baligha, risalatun baligha da süpetlenip keladi. Qasida baligha degan so'zdan süpetlenip keladi. Undan keyin sha'irun baligh katibun baligh deb bunda sifatlanib keladi. Lekin kelimatun baligh deb bunda sifatlanib kelmaydi. Nima qanday sifatlanib kelmaydi desa? Chunki bu balog'at degandagi ma'nosi holatning taqozosi, holatning talbiga uyg'un kelish degan gap. Bu holatning talbiga uyg'un kelish degan gap faqatlam bir musnad ilayhi bo'lgan yani iga xabarlik munosabati bor ikki so'zdan qurilgan bir jumlada tepiladi. Anladın? Bir gapni masalan Zeyd yoki Muhammad deb qo'ysak, Muhammad degan gapniki bir ya Muhammadni biz tillamoqchimi yo damlamoqchimi? Buni nima foydalanamoqchi, nima ifodalamoqchi? Bu gap so'zning o'zi nimani bizga bir balog'atlik bir cümleni maksatni bildirishga kamchilik qilib qoladi. Shu sababdan so'zning, yolg'iz so'zning balog'atlik bo'lishga nimasi yetmaydi, saviyasi yetmaydi. Shuning uchun Abdurrahimulloh madina qo'ydi. Kelime degan nima aytqatmadi? Kelimening yani kelimatun baligha deb kelmaydi, balki kalamun baligh, qasidatun baligha yoki sha'irun baligh deb bunda sifatlanadi. Chunki bular sifatlanishga huquqliq saviyasi yetadi. Lekin kelimening saviyasi yetmaydi. Biz bu yerda shuni bilardikki, kullu fasihin balighun ve leysa kullu balighin fasih degan bir qoida bildik. Har qanday fasahatlik so'z yoki fasahatlik jumla
Ve her qandaq balagatlik söz. Kullu beligin fesihin. Her qandaq balagatlik söz, ya balagatlik cümle, balagatlik her qandaq balagatlik cümle, balagatlik şair yoki so'zlig'ichi fasohatlikdir. Lekin har qanday fasohatlik şeyi balagatlik bo'lmaydi, chunki shunda so'z degan gap qitilmay qoldi orliqqa. Endi biz bu yerni aqlab o'taylik. Musannif rahimahulloh dedi: "Fabalagatul kalam. Fabalagatul kalami mutabaqatuhu li muqtadal hali ma'a fasahatihi." Endi anda bo'lganda deydi. Cümledeki balagat deganimiz, kalam deganimiz cümle degan bo'ldi. Cümledeki balagat deganimiz nima degan gap desa, mutabaqatuhu li muqtadal hali ma'a fasahati. Cümlenin fasahatlik bo'lishi bilan birga holatning taqozzosiga uyg'un kelmakligidir. Cümlenin fasahatlik bo'lishi bilan birga holatning taqozzosiga uyg'un kelishidir deydi. Nima degan? Cümledeki balagat degan, cümle qanday olsa balagat ko'rgan bo'ladi desa, cümle birinchidan fasahatlik bo'lsa, biz yuqorida cümlening fasahatlik bo'lishini biz tushuntirib o'tdik. Qanday olganda cümle fasahatlik bo'ladi desa, birinchi cümle fasahatlik bo'lish uchun nimadan salomat bo'lsa, so'zliklarniki o'zaro birikkan holatida ig'izga qo'lashmaslikdan salomat bo'lsa dedik. Cümleniki fasahatlik bo'lish uchun. Uni keyindan qurilishi ojiz bo'lmay qolib qolsa, tüzülüşü söz kurulması aciz olması gerek dedik. Onun kendin labzi manevi çıkışıklığı hali olması buluş gerek dedik. Ve üç xil işini bayan qilgan edik ilgili dersde. Hem de şu üç xil işini böyle buluş gerek. Şu cümlenin fasahatlik buluş için çokum sözlüklerinin fasahatlik buluş gerek dedik. Sözlüklerinin fasahatlik buluşunu biz qanday tushunib o'tdik? Sözlüklerinin harflerinin birbiriga qo'lashmasligidan o'zaro og'iz qo'lashmasligidan bo'lish, hali bo'lishi. Morfologik qoidaga xilof kelmasligi, so'zliklar balki yodlab qolmasligi deb tushundigan so'zlikni nimani? So'zlik fasohatni. So'zlik fasohatlik bo'lish, jumladagi fasohat so'zning fasohatlik bo'lishiga bog'liq. Balagat bo'lsa shu jumlaniki fasohatlik bo'lishiga bog'liq bo'lgan bo'ldi. Mana shunda olganda endi şu cümlenin fasahatlik bo'lishdan birga biz yuqori darsda so'zlab o'tdim. Şu cümlenin fasahatlik bo'lishi bilan birga holatning taqozzosiga uyg'un, munosib kelishini biz nima deb ataymiz? Cümledeki balagat deb ataymiz. Endi bizga Abdurrahimulloh o'ziniki bu demoqchi bo'lgan gapining birdan bizga ishib o'tadi. Holat degan nima? Muqtado degan taqazzo degan nima? Bu holatning taqazzoga uyg'un kelish degan nima deganni biz bir-birlab tushuntirib o'tadi. O'ydiki vel halu ve yusamma bil maqam. Endi holat deganimiz deydi. Holat deganimiz endi grammatikada holat deganga grammatika atalg'usida istilohida holat degan boshqa gap. Masalan, Zeyd mashina minib keldi, Muhammad mashina minib keldi desek, şu mashina minib keldi degan Muhammadniki mashina minib kelgan holati deb ataladi. Ammo o nimadiki balagat ilmidiki, balagat sohasidagi bu pendiki atalg'uda ishlatilgan ma'na hal degan u halni ko'rsatmaydi. Qanday halni ko'rsatsa hozir bizga tushuntirib beradi. Buniki yana bir isbot, bu halning balagat atalg'usida maqam deb ismi bor. Maqam. Likulli maqamin maqalu. Deydi. Likulli maqamin maqalu degan har qanday bir sorunga mos keladigan so'z bo'ladi. Padişahning huzurida degan gapni gadayning huzurida degil olmaydi. Yoki gadayning huzurida degan gapni padişahning huzurida degil olmaydi degan bunda gapga Arabning bir hikmatli so'zlari bor. Atı sözleri. Bana şu yerga ishlatilgan maqam degan bu shu yerga hal degan ma'nosi. Anladın? Şunun için o'quvchilarning eng diqqat qiladigan, men davomli ta'kidlab o'tadigan bir so'z qaz deganda, sizlar grammatika o'qib yoki sarf o'qigan chog'da sarfdagi atalg'ularni kalanglarga grammatika, nahv o'qigan chog'da keltirib olmanglar. Nahvdagi atalg'ularni balag'atdagi kalanglarga keltirib olmanglar. Chunki har bir sohaning o'ziga xos
O'xshash ismingiz o ismi o'xshash bo'lsa-mu? Xuddi men yuqori so'zlab o'tgandek, hal degan gap nimada nahvida so'zlab bitiladi. So'zlab bitilgan bo'lsa-mu, lekin ism hal deb o'xshash bo'lgan bilan bu nimada ishlatilganda, balog'at nimada ishlatilganda o'xshamaydi. Xuddi biz uyg'ur tilidami bor bunday ishlar. Doktorlarning atalg'ulari masalan, hünərvərlərin atalğuları məsələn. Bəzi vaxtda oxşaş bir narsalarni məsələn logika, məsələn, logika məsələdə, fizika, ximiyalik məsələlərdə məktəbdə, məsələn, ali məktəbdə oxuyanlar düşünüdü. Oxşaş bir gəpniki nə çıxıl mənası var. Hər bir sahəyə düşkəndə bilək mənini bildirdi. Bu nə deyən gəp? Həm deməyədi ki, balağat sahəsindəki hal digən nəmini bildirdi o desə, halət digən, bu makam da mı atılıdı? Düşündürüp dedi ki vel emrul hamilu lil mutekellimi ala en yuride ibaretehu ala suratin mahsusa. Yani bu şimdi edesiz kalımız tutuluş gerek. Hal diyen ne dese halet diyen yani yeni bir atalısı makam diyen sözlük içine üzünün ibaresini alahide məxsus bir surətdə keltirişkə türtkü buluduğan iş neyim deyməz, hal deyimiz. Sözlük içinin üzün sözünü çıraylık bir şekilde, ya ki kopal bir şekilde, ya ki kıskı bir şekilde, ya ki uzun bir şekilde, her kanda bir şekilde keltirişkə ündeydiğen, keltirişkə türtkü buluduğan bir işin üzünü mə şu hal deyib atıldı, halet. Atıldı o. Hem de çatı bunun misalını satı kin beyan kılımız. Vel muktada. Muktada diyen mi? Tayyip. Biz balagatını da düşündük. Muktazayı halga haletinin takazasıga uygun kileşler atıdık mı? Hem de muktada diyen mi? Halet diyen de düşündük. Halet diyen mutekellimini üzün sözünü, gepini alaydı bir şekilde, ya ki uzun, ya ki kıska, ya ki çıraylık, ya ki kopal, her alaydı bir şekilde keltirişke türkü bulunduğun amilinin üzerine halet. Şu halet dedik. Muhtada, bu haletin telifi diyen demesi muhtada. Takazzası diyen demediyse. Bunu yeni bir atal olsa ve yüsemme el-i'tibarel munasib. Yani munasib itibar. İtibarel munasib. Yani munasib, muvafık, uygun itibar de bunda bir atal olsa mabadaydı. Bu deyim demediyse huve suratul maksusatul leti turadu aleyhel ibara. Yani mütekellim üzündeki sözünü keltürgen alahidi şekil. Yani mütekellim üzünün sözüne keltürüldüğün alahidi söz. Bir demek çoğunu es-suratul maksusa alleti turadu aleyhel ibare. Yani ibaret keltürüldüğün maksus sura. Digen yani mütekellimdeki üzünün ibaresini keltürüldüğün maksus şekil. Maksus şekil. Yani uz gep. Ya ki kısa gep. Set gep. Ya ki uz gep. Digen bu için maksus şeklini özü haletindeki sizmede uz gep kılınmak mesela uz gep kılınmak'a məhd desek yani qanday gep bolsa çıkıp uz gep kılış gerek. Şu gepini qılmaq çoğun gepini uz şekilde kılış gerek. Bu için ben muqtada, taqazza haletinin taqazzası degen bu şu. Endi bizge düşündürüp bir vatıdı mesela. Bizge endi misal keltirip şu düşündürüp bir vatıdı. Mesela el-medhu halun yed'u li'iradil ibarati ala suratil itnab. Endi bizge belki nazari tarifini misallar arkalık, ameli misallar arkalık bizge düşündürüp bir vatıdı. Medihi digen neme? Medihi digen ibare diyen gep hem de gep ne diyen gep ha? Balagat kelamıda da gep ne söz ne de bu ibare etse alahide bir takım bedii çıkıdı. Şu an biz gep ne ait süpetlik natıklık şekilde de çıkıyor çünkü gün için söylüyorum geç şu ibareni uzun şekilde sonra diyen gep resim diyen gep şekil diyen gep hat şeklinde sonradaydı balagat silahida. Yani uzun şekilde yani söz ne yani ibareni uzun şekilde keltirişke Türkçe bulunduğun halet neme? Medihiye. Yani biz biravni maqtamoqchi bo'lsak, medihilmoqchi bo'lsak, bir gapni Alloh so'zlab qo'ysak, buni medihligan bo'lmaymiz. Buni faloni
intayin isil, güzel ahlaklı, yaxşı, mert, sehi bunda isil adam bulaptı dep biz dep medihlemek bolsak, onun nurgulgan sözler bir katım normalde bir gep qana onuğa 2-3 ağız ibarəni işletip medihileymiz. Mana şu medihleşinin üzeri sözünü uzun, köp her xil şekillik sözlerini keltirishga türkü buladigan holat nima? Medihiye. Biz holat dedik ku, holat degan emas, mishadiki medihiye holatning o'zi. Misol ama o. Ve zekâ'ul muhatabi halun yed'u li iradiha ala suratil icaz. Hamda sözünü anlap oturgan adamniki hoşyarlığı az sözünü qisqa suratda keltirishga nima qiladigan, turtki bo'ladigan bir holat. Endi bizga qilib turgan bo'lsak, masalan men qilib turgan bo'lsam, mening gapimni anglab turayotgan kishini aytib, ho'shya kishi bo'lsa, o'sha. Buningga gapni qisqalam qilsam, mening gapni qisqalam qilgan holatimning o'zi nima? Mening gapni qisqa qilishimga turtki bo'lgan, undaydigan holat bo'lsa nima? Men gapni anglab turgan odamniki gapni inta hushyor bo'lishi. Gapni bir og'iz gapni tushunadigan, masalan bizda bir gap bor-ku, yaxshiga ishora, yomonga juvolduz deb qo'yadigan bir gap bor. Ya'ni 4 odamniki gapni 10 qatim, 5 qatim takrorlamasa tushunmaydi. Lekin nima uchun? Hushyor odamlar desa, aqlli odamlar desa, bir og'iz qisqa gapni tushuna oladi. Bizning gapni qisqa bir og'iz qilishimiz sababi ba'zida sözünü anlap turganlarniki hoşyarlıqniki alameti. Şu sözünü anlap turganlarning hoşyarlıqı bolsa holat. Meni sözlerimde qisqa keltirishga undigani shularniki hoşyarlıqdan iborat bo'lgan holatidir. Endi fakullun minel medhi ve zekâi halun. Yani yukarıda söylep ötken medhilash ve hoşyarlık degan her bir hal. Abi demek çok haletimiz şu hal şu. Ve kullun minel itnabi vel icazi muqtadan. Emdi şu sözünü uzun sözleş, onu medihleş için sözünü uzun sözleş. Bunu hoşyar boğalık için sözünü kısa sözleş dediğimiz muqtada. Yani takazza. Şu haletinin takazzası ne be? Bizim haletimiz birisini medihlemekçi. Ya ki halet ve sorunduk oturganlar uşa akıllı adamlar olsa medihlemekçi bo'lganda holat nimani taqozo qiladi? So'zni uzun so'zlashni taqozo qiladi. Uzun so'zlashni taqozo qiladi. Demak bu so'zni uzun so'zlash o'zi, so'zni uzun so'zlashning o'zi medihlesh uchun shu holatniki taqozosi, shu medihlesh degan holatning taqozosi so'zni uzun so'zlash. Ijaz qisqa so'zlash degan ho'shyorlik bo'lsa, shu so'rindigan holati ho'shyor emas, aqlli odamlar. Aqlli odamligi gapni jiq qilish degan jiq gap ishak yuk deydigan gap bor. Bu bir vaqtni isrof qilganlik. Gapni qisqa qilib, tushunishga qilib, gapni tushungandan keyin qisqa qilib maqsad hosil bo'lgandan keyin gapni qisqa qilish bo'lsa, shu holatni so'rining taqozosi. So'rining holati, so'rindikilar aqlliq, so'rining taqozosi gapni qisqa qilish. Mana bunda biz tushundik hadi. Uning keyinidan ve iradul kelami ala suratil itnab vel icaz mutabaqatul lil muqtada. Endi balagatni nima deb tushundirdi bizga? Abdur balagat degan muqtazai halga uygun kelish dedim ha. Yani sözning, yani cümlenin uzun şekilde ve kısa şekilde kelişi, yani medihile sonra da sözün uzun şekilde kelişi mesela. Akıllık adamın oturgan sorunda sözünün kısa şekilde kelişi bunu da batılıdı. Haletinin taqozzosiga uygun kelish deb ataladi. Mana balagat degan mana bu shu. Bizga tushunishlik bo'ldi ama balagat deganimiz şu holatning taqozzosi, şu cümlenin, biz aytmoqchi bo'lgan cümlenin, sözning şu holatning taqozzosiga uygun, munosib kelishini deb ataladi balagat. Masalan, taqim oddiylashtırsak, masalan biz bir aza deymiz arabchada, yani bunda matem murasimlarga, taziya murasimlarga bir adamniki bir yaqiniga bir ulab qolgan bo'lsa, u yerga bir adam qap qizil kiyimlarni kiyib, yoki u yerda kulib, xushchaqchaqni qilib yursa,
bunda atıldı. Bu qat'iy balog'atga uygun kelmaydi. Bu yani holatning taqozzosiga abadan uygun kelmagan ish. U yerda hammadan kulmaydi u motam marosimlarda. Ba'zi yig'lab o'tirdi. Biz buni bir tasalli belgilab boramiz. U yerga borib kulib yig'lab yursak, kulib xushchaqchaq qilib balaqchib yursak intayin holatning taqozzosiga uygun kelmagan bir ish bo'ladi. Bizniki amaliyatimizin baş bu. Bir adam nayte bir bunda xushal hit ayamlarda mesela toy tüküllerge berip aşağı yığılap adasiz matem razmi gibi otursa bu mu yanı muhtazay halga yani halatının taqozzosiga uygun kelmagan bo'ladi. Biz balag'at nima uchun o'qiymiz? Nima uchun o'qiymiz? Mushu so'zlarimizni, kishilik turmushimizni, her bir holatimizni balag'at yani holatning taqozzosiga uygun keltirishni o'rganish uchun. Chunki biz Allah Teala'nın kalamı bo'lgan Qur'oni Karimni, Rasululloh sallallohu alayhi vasallamniki mübarek hadislari bo'lgan hadis sharifni, so'zlari bo'lgan hadis sharifni kishilarga nihoyatda yaqinlik holda, ularning qalblariga ta'sir qiladigan holatda, ularni bizar qilmagan holatda yetkazish uchun biz nima qildik? Biz o'qiymiz va bizning vazifamiz shu. Chunki Alloh Taolo Qur'oni Karimda deydi: "Sen hikmat bilan, chiroyli uslub bilan nasihat qil boshqalarga, sen Rabbingning yo'liga chaqir" deydi. "Ud'u ila sabila rabbika bil hikmati vel mau'izatil hasana" deydi. Demak, anda qilish uchun cho'qim biz shu balog'at uslubini bilishimiz kerak. Her adamga, her sorunda bizning maqsadimiz uchoq. Haqni yetkazishkin shu haqni mu boshqalarni bunda muhtazay halga mutobiq itaat qilib, boshqalarni bizar qilmay, nihoyatda hikmat bilan yetkazish. Shuni yetkazish uchun nima qilishimiz kerak? Biz cho'qim bu balog'at fasad sohasida cho'qim kamil o'rganishimiz kerak. Bu puxta o'rgangan vaqtida bizga ajoyib foydasi bo'ladi. Ondan keyin Abdur deydiki, endi balog'atni ikkiga bo'ldi Abdur, ha? Balog'at degan nima bo'ldi dedi Abdur? Balog'at degan ikki organda tepiladi dedi. Biri cümle, yani biri sözlük içi dedi. Biri cümle, yani biri sözlük içi dedi. Hem de sözlük içindeki balog'at degan nima desa, sözlük içindeki balog'at degan meleketun yuqtadaru biha, sözlük içi balog'at deganimiz meleketun yuqtadaru biha ala ta'biri anil maqsud bi kalamin balighin fi ayyi gharadin kan. Fi ayyi gharadin kan. Yani sözlük içindeki balog'at deganimiz maksat muddaadın balog'atlik cümle bilen ibareni maksat muddaani balog'atlik cümle bilen ifadelashga qodir bo'lunadigan iqtidor degan, yani maksat muddaani balog'atlik cümle bilen ifadeligili bo'ladigan degan, ifadeligili yuqtadaru biha degan, yani ifadeligili bo'ladigan iqtidor fi ayyi gharadin kan deydi. Qanday maqsadli bo'lsin? Qanday maqsadli bo'lsin, balog'atlik cümle bilen maqsadni, muddaani ifadeligili bo'ladigan iqtidor mutakallimlik, yani so'zlik ichidagi balog'at deb ataladi. Demak, biz bundan shuni tushundikki, bir adam, masalan, bunday demoqchi o'g'ini, bir odamni damlashda, bir odamni sukashda, bir odamga ta'ziya bildirishda, haqni yetkazishda, har qanday bir shaklda o'ziniki maqsadini balog'atlik uslub bilan, balog'atlik so'z ibora bilan ifodalaydigan odamni nima deymiz? Notiq, Uyg'urchada notiq kishi deymiz. Mana bu so'zlik ichidagi balog'at deb ataladi. So'zlik ichidagi balog'at. Endi bir odam faqatlam bir pandig'ina balog'atlik so'zlaydi ekan. Onun bilan narsada balog'atlik so'zlaymiz, bu notiq deb atalmaydi. Yani har qanday uslubda, har qanday ishida o'zining kishi turmushidagi, o'zining ko'ngildagi murod maqsadini balog'atlik uslubda ifodalaydigan kishi mushudim deb ataladi. Notiq kishi, balog'atli kishi deb ataladi. Endi bunda balog'at ikki xil bo'ldi deb so'z o'tgandik. Biri biz ilgari so'zlab o'tgan edik, fasohat, mutakallimdagi fasohatni, shuni o'xshagan. Endi biri bu Alloh taolo birga buni yaratgan bo'ladi. Alloh taolo bevosita yaratayotgan. Ya'ni masalan qaraylik, bu shu tug'ilishidan tug'ilma, yaratilishidan tabiiyatidan bunday notiq kishi, gapdan kishi bo'ladi. Yeni biri
to'xtamay ko'p kitoblarni mutolaa qilish va sahrolar adam yo'q yo'q bo'lsa yolg'iz so'zini gap qilishni o'rganib xuddi diktor riyosatchilardek masalan so'zni mashq qilish orqali uzun yil chiniqish mashq qilish orqali o'rgangan bo'ladi. Ikki xil birisi tabiati tug'ilmayda bo'ladi, yana birisi o'rganish orqali qo'lga keltirilgan bo'ladi buni. Hamda musannif deydi va yu'rafu at-tanafuru biz-zawqi. Hamda biz-zawqi. Biz yuqorqi hamda magap hammasi bizga tushunib bo'lgan bo'ldi. Bizga so'zning fasohatlik bo'lishi yoki balog'atlik bo'lishi degan hammani bizga tushuntirib bo'ldi. Abdur. Hamda uni bizga tushuntirib bo'lib, bizga bu gapni xulosalayotdi hamda. Gapni xulosalayotdi. Ya'ni biz degan vaqtimizda nima dedik-ku? So'zning fasohatlik bo'lishini so'zning fasohatlik bo'lishini nima dedik biz? So'zning andozi demak yuqorqi hammasi so'zning fasohatlik bo'lishi, so'zning balog'atlik bo'lishi biz yuqori so'zlab o'tgan ishlar. Masalan, so'z harflarning ig'iz qo'lashmaslikdan xoli bo'lishi, harflarning so'zliklarning yot so'zlar bo'lib qolishdan xoli bo'lishi, grammatik morfologiya qoidasiga xilof bo'lishdan xoli bo'lishi, so'zliklarniki o'zaro ig'iz qo'lashmaslikdan xoli bo'lishi, söz qurilmasininki tuzilishi, qurilmasining ojiz bo'lib qolishdan xoli bo'lishi, labziy va ma'naviy chigishlikdan xoli bo'lishi, labziy ma'naviy chigishlikdan xoli bo'lishi deb mujda tushundik endi. So'zdagi balog'at, fasohat deganlar nima? Birisi-biriga bog'liq bo'ldi. Endi shu harflarning ig'izga qo'lashmasligi va so'zliklarning ig'izga qo'lashmasligi degan qanday bilalaymiz? Qanday bilalaymiz desa, va yu'rafu at-tanafur, qo'lashmaslik, qam kelmaslik degan biz-zawqi, ya'ni zavq bilan. Zavq uyg'urcha zo'q deymiz, zo'q. Zo'q bilan bilinadi. Zo'q deganimiz nima desa, zo'q degan gap ya'ni bizda zo'q degan gap go'zallik qarashi degan gap. So'zlarga qarata go'zallik qarashi. Anladın? Bu bir ba'zi tabiiy tug'ilma bir talant bo'ladi. Ba'zida ko'p kitoblarni ko'p o'qigan ko'p kitob o'qigan kishilarda bo'ladi hamda bu. So'zlarniki og'zi qam kelgan, ya'ni normal odam buni bilalaydi. Zo'q, normal odam zo'qlar o'ziniki shunday bir tetishlardan bu gapni og'ziga qam kelmaydigan qiyin, tez yoki oson gap ekanligini masalan tamdagi tekcha chak qamid gaplar masalan odamning normalda odamga og'zi qam kelmaydi, hammadan bilalaydi. Bu normal sog'lom bo'lgan zavq bilan bilgili bo'ladi tanafur. Harflarning so'zliklarning bir-biriga qam kelmasligini. Hamda muxolifatli qiyos degan morfologiya qoidasiga xilof chiqish muxolifatli qiyosni biz sarf deydi. Ya'ni sarf ilmi bilan bilalaymiz. Sarf degan gap arabcha sarf ilmi. Uyg'urcha bo'lsa ya'ni morfologiya ilmi degan gap. Morfologiya ilmi. Nemishqa desa, chunki sarfshunoslar bizga qiyosiy, ya'ni qiyosiy qoidalarni so'zlab berdi. Va uningga qarshi shaz, yolg'iz, nadir so'zliklarni, qoidalarni so'zlaydi. Uning kenidan manda so'z, mavshaz, ya'ni bu nadir. Bu qiyosiy qoidaga tushgan o'lchamlik so'z deb bizga so'zlab berdi. Biz bundan shunda qarablam shu qoidaga tushmagan. Haqida bir so'z, shu morfologiya qoidasidagi qiyos qoidaga tushmasa, ma'u nima ekan? Ma'u morfologiya qoidasiga xilof kelgan tushunalaymiz. Bunun da sarfga muhtoj bo'lamiz. Va da'fu at-ta'lifi va ta'qidul lafzi bin nahwi deydi. Ya'ni hamda so'z qurilmasiniki ojiz bo'lib qolishi va chigishlikning jumladagi chigishlikniki labziyada shuni cheklining chigishlikniki bu masalalarni grammatik ilmi bilan hal qilib bo'ladi. Nimishqa? Chunki grammatikşünaslar mashhur bo'lgan qoidani o'tirib ko'rdi. Qoida mashhur qoida. Ma'u asl qoida ma'u ma'lum savollar tufayli munovalab qolganda bizga tushunib bildi. Masalan, fa'il ilgari keladi, maf'ul fa'ildan keyin keladi. Masalan, mustasna minhu ilgari keladi, mustasna minhudan keyin keladi masalan. Va agar bu almış fuqası şu deganda almış mesela mubtada balda keladi, xabar keyin keladi masalan. Bu almış qolgan desa
almış qalğan vaqtida aslının xilafı oldu. Aslının xilafı. Ma'lum sebepler, muhim bir fayda bizga bir muhim bir foydani yetkazadigan sebepsiz, hiç sebepsiz bunu almış qalsa, bu çağda bu söz balag'at fasahatidan chiqib ketadi deganda biz nima orqali uqalaymiz? Nahv orqali uqalaymiz. Endi sözniki vel garabetu bi kesretil ittila'i ala kelamil arab. Yani sözünün yat sözler olib qolgani Arabning so'zlariga ko'plab qarab chiqish bilan nima qiladi? Chiqadi. Arabning so'zlariga ko'plab xabardor bo'lish, voqif bo'lish, Arabning so'zlari bilan davomli olishib turish orqali nima hosil bo'ladi? Sözlerinin yat sözlüklerini tanıy olaymiz. Nima ish deganda Arabning so'zlarini ko'plab o'qigan vaqtimizda ko'p lug'at kitoblari bilan gaplashgan vaqtimizda u vaqtida shu yerda yozilgan kitoblarni jiq ko'ramiz, yozilgan so'zliklarni jiq ko'ramiz. Undan biz u kitoblardan chiqmagan gaplarning hammasi yat so'zliklar, oz uchraydigan, kam uchraydigan g'alib so'zlar ekanligini bilib olaymiz. Bunda so'zlarni to'liq ishlatishmi sözniki cümlenin fasahat balag'atini chiqib o'tganligini bilalaymiz. Endi va ta'qidul ma'naviyyu bil bayan. Endi ma'naviy chigishlik, labziy chigishlikni grammatikadan dedik-ku, ma'naviy chigishlik ilmi bayan bilan bilinadi endi. Ma'naviy chigishni qanday bilamiz? Ilmi bayan bilan bilamiz. Nima ilmi bayan degan qanday ilm desa? Chunki ilmi bayan degan so'zliklarniki bizga bo'lgan ma'noni ifodalashdagi uchuq ifodalash, yushrin ifodalash, kinoya bilan ifodalash, majaz bilan ifodalash degan so'zlarni so'zlaydi bizga ilmi bayan. Shu orqali biz qarab buni atrofi qarinalarga, so'zniki yan qo'shnilar qarab turib bu so'zning ma'nosini ko'rsatishi qanday darajada, buniki bak qattiq uyushtirilmi, udul keldimi, muvofiq kelmadimi shuni ko'rib deb buniki ya balog'atli emasligini bilalaymiz. Bunimi ilmi bayan bilan bilalaymiz, ma'naviy chigishlikni. Endi yuqorida so'zlab o'tgan vel ahvalu ve muqtadayatuha bil maani. Endi holatlar ve bu holatning taqozzolari, bu holatlarning taqozoga uyg'un kelganligi yoki uyg'un kelmaganligini shu qozi bilan bilalaymiz desa, ilmi maani bilan bilalaymiz. Ilmi maani bilan buni bilalaymiz. Endi unda bo'lgan ekan talibul ilmiga, yani balog'at o'qiydigan, fa vajaba ala talibil balag'a. Yani balog'at ilmini o'quvchiga vojib bo'lgani nima? Ma'rifatul lughati was sarfi wan nahvi wal maani wal bayan ma'a kawnihi salim az-zawqi kathir al-ittila'i ala kalam al-arab. Yani o'quvchiga vojib bo'lgan, o'quvchi gadni o'qish burch bo'lgan, o'qimiz bo'lmaydigan balog'atni tushunaman degan kishi cho'qim nimadan xabardor bo'lish kerakkan? Birinchi til ilmi, avvalan arab tiliga pishiq bo'lish. Ikkinchi arab morfologiya qoida, sarf ilmi, grammatika ilmi va ilmi maani va ilmi bayonni bilish. Ilmi maani va ilmi bayonni bilish. Unun keyin shularning hammasi bir shart bilan, qanday shart bor? Ma'a kawni salimaz zavq degan. Buning zavqi sog'lom bo'lish. Zavq sog'lom bo'lish. Arabning kalomini ko'p, Arabning kalomi so'zlariga ko'p xabardor bo'lgan, ko'p vaqt bo'lgan bo'lishi. Mana mushular bilan biz nimani bilgan bo'ldik? Lug'a. Mushular bilan bizga balog'at ilmi qadam bilish uchun bizga cho'qim lozim bo'lgan 5 qoidani bilgan bo'ldik. 5 qoida. Bu 5 qoida bo'lsa, lug'at, sarf, nahv, maani, ilm bayan. Mushu 5 qoidani ilm balog'at kelgan cho'qim dastlabda lug'at ilmini bilib bilaylik, sarf ilmini bilaylik, nahv ilmini bilaylik. Endi hozir nima ilmida hozir o'qimoqchi bo'lgan ilmimizda biz ilmi maani, ilmi bayonni o'qiymiz. Endi musannif nima qilib bir shayga chiqarganda bizga nimani ilmul badi' degan balog'at ilmi 3 shayni tarkib topgan. Biri ilmul maani, yani birisi ilmul bayan, yani birisi ilmul badi'. 3 shayni tarkib topgan. Bu nima qilib bizga ilmul badi'ni hozir qish demaydi desa, ilmul badi' bor, lekin ilmul badi' ilmul maani bilan ilmul bayonni o'rganib bo'lgandan keyin buni taqim yaxshi badi'iy
sözün şeklini layık şairlik şekilde çıkar için işletilgan bilim. En mühim bolgany balagat ilmide ilmi maani ile ilmi bayan. Ma kitapның özü yanıda okuş başlagıçlar üçün tüzülen kitap bolgalyk üçün ilmi bediani hazırça bayan kılmadı. Şunun üçün ilmi bedi degeni mu demek ilmi balagat ilmi 3 kısım bölünüdü. Biri ilmi maani, ikincisi ilmi bayan, üçüncüsü ilmi bedi. Bugünkü dersimiz bu şekilde olsun ve ahiru davana enelhamdülillahi rabbil alemin.